Farg'onaning ziyoratgohlari milliy hunarmandchiligi, madaniyati va amaliy san'ati, go'zal tabiati turizm salohiyatini oshirishda muhim omil bo'lmoqda. Qo'qon xalqaro hunarmandlar festivalini har 2 yilda an'anaviy o'tkazish yo'lga qo'yildi. Rishtonda xalqaro kulolchilik, Marg'ilonda Atlas festivali tashkil etilmoqda. O'tgan yildan boshlab o'tkazilayotgan O'rik gullaganda festivali ham yurtimiz maftunkor tabiatini targ'ib etishga xizmat qilmoqda. Bu festival nafaqat Navro'zni, bahorni ulug'lagan bayram, balki mehr-oqibat, ijod va san'at uyg'unligi deyishimiz mumkin. Joriy yilda uning ko'lami yanada kengayib, Oltiariq, Rishton va O'zbekiston tumanlarining bog'larida katta shodiyona sifatida nishonlandi. Unda 100 mingga yaqin yurtdoshlarimiz hamda xorijiy mehmonlar ishtirok etdi. Farg'onada har yili O'rik guli festivali o'tkazilib, shahar va tumanlardan odamlar kelishadi. Go'zal tabiat qo'ynidagi bu sayllarda milliy qadriyatlar va qiziqarli dasturlar namoyish qilindi.